6 sinf Qadimgi dunyo tarixi. Toshkent 2022. 12-mavzu. Bobil podshohligi. Bobil, xudolar darvozasi. Miloddan avvalgi 2-ming-yillikda Bobil podshohligi Mesopotamiya janubidagi eng yirik qudratli davlatga aylandi. Bobil qulay geografik o'ringa ega bo'lib, Firot va Dajla daryolarining o'zanlari bir-biriga yaqinlashib ketadigan hududda joylashgandi. Kemalarda turli mahsulotlar bilan suzib kelgan savdogarlar bu shaharga to'xtab o'tishar edi. Bobil so'zining o'zi esa xudolar darvozasi degan ma'noni anglatadi. Bobil shahrida ajoyib saroylar, muhtasham ibodatxonalar bo'lgan. Bobilning bosh ko'chasi g'alaba ma'budasi Ishtar darvozasidan boshlangan. Bobil davlatida dehqonchilik, hunarmandchilik, ishlab chiqarish va savdo-sotiq rivojlangan. Ammo o'zaro urushlar bunga xalaqit berardi. Miloddan avvalgi 18-asrda Bobil podshohi Hammurapi butun Mesopotamiyani yagona davlatga birlashtirishga muvaffaq bo'ladi. Hammurapi hukmronligi davrida Bobil eng qudratli davlatga aylanadi. Kitobning bu sahifasida ma'buda Ishtar darvozasi tasviri hamda Bobil va bobilliklar tasviri keltirilgan. Bu suratlarni diqqat bilan o'rganib, eslab qolasiz. Hammurapi qonunlari. Hammurapi tarixda qonunlar tuzuvchi hukmdor sifatida nom qoldirgan. Mazkur qonunlar ilgari mavjud bo'lgan barcha qonunlardan ustunlik qiladi. Hammurapi qonunlari hamma uchun badavlat va qashshoq kishilar uchun birdek bo'lgan. Qonunlarning matnlari mamlakatning barcha shaharlarida o'rnatilgan tosh ustunlarga yozib qo'yilardi. Hammurapi qonunlari qat'iyligi bilan kishini lol qoldiradi. Xususan, shifokor amalga oshirgan jarrohlik muolajasi natijasida bemor bevaqt vafot etsa, shifokorning qo'llari kesib tashlanishi shart bo'lgan. Mabodo binokor qurgan uy to'satdan qulab, biror kishini bosib qolsa, binokor qatl etilishi lozim bo'lgan. Yong'in mahalida o'g'irlik ustida qo'lga tushgan kimsa o'sha zahoti olovga tashlangan. Qulfbuzar o'g'ri esa bundan ham qattiqroq jazoga mahkum etilgan. U o'zganing mulkiga tajovuz qilgan joyida o'ldirilgan va o'sha yerning o'zida ko'mib yuborilgan. Hammurapi qonunlari nomigagina podshoning qarori bo'lmasdan, ma'budlar xohish irodasi sifatida talqin etilgan. Shuning uchun ham ularni so'zsiz, og'ishmasdan bajarish talab qilinardi. Hammurapi qonunlari jamiyatning rivojlanishiga katta imkoniyat yaratib berdi. Negaki, talon-tarojlik va o'g'irlik kabi jinoyatlar deyarli sodir etilmas edi. Bu sahifaning yuqorisida Bobil tasvirlangan va pastda Bobil minorasining zamonaviy rasmi tushirilgan. O'quvchiga savol ham berilgan. O'ylab ko'ring, Hammurapi bunday qat'iy qonunlarni joriy etib, adolatga intilganmi yoki aksincha noto'g'ri ish qilganmi? O'z fikr-mulohazalaringizni bildiring. Yangi Bobil podshohligi. Miloddan avvalgi 7-asrda yangi Bobil podshohligi vujudga kelgan. Navuxodonosor II hukmronligi davrida yangi Bobil podshohligi o'z ravnaqining cho'qqisiga erishadi. Bu hukmdor Misrni yangi Bobil podshohligiga qo'shib oladi. Yerusalim, Quddusni vayron qilib tashlaydi. Bobilni esa mustahkam qal'aga aylantiradi. Navuxodonosor II turar joy binolari va mudofaa darvozalari qurilishida pishgan g'isht ishlatish to'g'risida farmon beradi. U hukmronlik qilgan davrda Bobil shahrining 8 ta darvozasi bo'lgan. Ulardan har biri
mamlakat bosh ma'budlarining nomi bilan atalgan. Ayniqsa, ma'buda Ishtar nomidagi darvoza chiroyli va nafis bo'lib, afsonaviy hayvonlar tasviri tushirilgan naqshinkor tosh taxtachalar bilan bezatilgan. Kitobning bu sahifasida qal'aga hujum tasviri keltirilgan, Hammurapi qonunlari bitilgan tosh ustun nusxasi hamda shaharning markaziy ko'chasi zamonaviy rasmi tushirilgan. Bu rasmlarni ham diqqat bilan o'rganing. Yuqorida test savollarida albatta tushadi. Qadimgi forslar lashkari miloddan avvalgi 539-yilda Bobilga bostirib kiradi. Forslar shaharni zabt etadi. Shu paytdan boshlab yangi Bobil podshohligi Fors davlati tarkibiga kiradi. Bobil madaniyati. Shumer va Akkad Bobil madaniyatining eng qadimiy o'choqlari edi. Jahondagi qadimiy yozuvlardan biri bo'lmish Shumer mixxati dastlab suv, quyosh va boshqa alohida so'zlarni anglatgan rasmlardan iborat bo'lgan. Hukmdorlar saroylari va ibodatxonalarda zodagonlar hamda badavlat oilalarning farzandlari ta'lim oladigan maktablar tashkil qilingan edi. O'quvchilar nam loy taxtachalarga suyak va yog'ochdan yasalgan tayoqchalar bilan yozishgan. Loy taxtachalar oldin oftobda quritilgan, so'ng xumdonlarda pishirilgan. Bu taxtachalar ilk kitoblar bo'lib, o'quvchilar ularga asotirlar va afsonalarni ko'chirib yozishgan. O'simliklar, qushlar, hayvonlar va qurt-qumursqalar nomlari qayd etilgan ro'yxatlar tuzilgan. Loy taxtachalarda mamlakatlar va shaharlarning nomlari ham sanab o'tilgan. Shumerliklar sanoq tizimi, quyosh va oy taqvimlarini ham yaratgan. Quyosh yili davomiyligi Shumerliklar tomonidan 365 kun, oy yili esa 354 kun etib belgilangan. Shumerliklar va Bobillik kohin-munajjimlar astronomiyaga oid bilimlarga ega bo'lgan. Eng qadimgi rasadxonalar baland, ko'p zinali ibodatxonalar, zikkuratlar yuqorisidagi maydonchada barpo etilgan. Mesopotamiyada turli-tuman dori-darmonlarni tayyorlash bo'yicha dasturul amal tuzilgan. Geografiya sohasidagi bilimlar Shumerliklar va Bobilliklarga kemalarda dengiz bo'ylab suzish imkonini bergan. Olam yaratilishi haqidagi eng qadimiy asotirlardan biri Mesopotamiyada paydo bo'lgan. Kitobning bu sahifasida Navuxodonosor II-ning zamonaviy rasmi keltirilgan va pastda savol va topshiriqlar bergan. Ularni diqqat bilan o'qib, mavzuni javoblarini topishingiz mumkin. Qadrli kuzatuvchilar, kanalimiz rivoji uchun layk va obunani esdan chiqarmang. Kerakli deb bilgan do'stingizga bu videoni yuborib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat.